Ko'zlaringizni quvontirib turgan shu xonadon sizga muntazir bo'lsin onajon. 2 sotiqli 6 ta xona, 4 ta sanuzilli xonadonni obzoriga kelganmiz. Qarang. Ko'rib turibsizlar, devorlarimiz atechmentodan chiqarilgan oppoqqina chiroyli xonadon, o'ziga yarashib turgan zeleniy zonasi. Darvozaxonadan kirishingiz bilan bitta mashina qo'yishga joy, chap tarafimizda barbekyu zona, bitta hojatxona joylab qo'yilgan. Endi xonadonni ichkarisiga kiradigan bo'lsa, asosiy binoga kirishimiz bilan bitta chiroylikgina hol kutib oladi. Divanli zona qilib qo'yish imkoniyatingiz bor. Gilamlari yozib qo'yilgan. Uni to'g'risida bitta oshxonaga ko'ryapsiz, oshxona kattagina mebel texnikalari qo'yib qo'yilgan, tashqariga qaragan romlari ham bor. Birinchi qavatda yana bitta sanuzil, bitta ota-onalar yotoqxonasi, bitta zalga ko'zingizlar tushadi. Podval qismiga qaraydigan bo'lsa, xonadonning yuragi o'sha yerda joylashgan bo'ladi. Santexnik ishlari hammasi o'sha yerga joylab qo'yilgan. Ikkinchi qavatga chiqib borarkanmizda chiroylikgina kattagina qandirsalarni ko'zinglarni qamashtirgudek bo'lib turibdi. Ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona, bitta zal, 2 ta sanuzilni joylab qo'yilgan. Xonadonni ko'rdinglar. 2 sotiqga tushgan 6 ta xona, 4 ta sanuzilli xonadonimiz. Kelgan manzil yetadigan bo'lsa, Toshkent tumani, Toshmibosdan 2 kilometr kirdingiz, Ko'ksaroy dahasiga kelganmiz. Startli $167 ming baholanayotgan shu xonadonni bemalol sotib olish imkoniyatingiz bor. Shuni xonadonlarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like urib ketasizlar. Aniq lokatsiya Telegram kanalimizda bo'ladi. Raqam qoladi, qo'ng'iroq qilib, talash tortish barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.